Assalomu qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun ishlarimizda holatda kimyon olib beryapti. O'tgan yilgi obyektimiz mana 3 etajli, xudo xolasa mana olib bergan. Hamma qismimizda umuman ovozini eshitib turibsizlar, kimga mana shunday qilsa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab 3 mingta, 4 mingta, 10 mingtalik mashinalarda xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib beramiz. Holatlar o'ta ideal holatda. Qurilgan joylarda mana 2 etaj bo'lgan 2 ta bino. Ikkovida ham umuman ko'p chiqmaydi. Bir foizdan. O'shaning uchun mana 1 yil o'tgandan keyin mana yana kanalda boshqacha ovozdan ham bemalol bittalayam bo'ladi. Bo'ldi. Qolgan nadaqa? Narxlarimiz holati, joy holati. Ovozdan ham bemalol bittalayam. Obyekt 3 etaj bo'lgan. Umuman deyarli shu chiqmagan. Mana shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana shular holatini ko'rsatishlar, ovozlarini ham eshitib turibsizlar mana. Ot borsa ham sinmaydigan, ustidan tanka yursa ham sinmaydigan ishlar. Mana bu tomonda 2 ta obyekt, ikkovida ham umuman suv chiqmagan. 2 etaj, 3 etaj bo'lyapti. Mana bo'lib berasizlar deganlarga ham bemalol bo'lib berib ketib beriladi. Mana qurilish mana orada yana davom etyapti. Tepada sim bor-a? Umuman sho'ri chiqmaydi. Yaqindan ko'rsatib beramiz. 1 yil bo'ldi mana rastovga urilgan. Umuman sho'ri chiqmaydi. Kimga mana shunday kerak bo'lsa, bemalol bog'lansalari, qolasalar 3 mingtalik, 4 mingtalik, 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda chiroyli holatda yetkazib beramiz. Sinig'i ham deyarli bo'lmaydi. Mana shuncha joyga binoni shuncha rastos qilib ko'r chiqadigan yoki sanig'i ko'p chiqadigan ishlarga aldanib qolmanglar. Internetda hamma ishini maqtaveradi. Ishlarning qatorida biz ham bormiz, lekin mana bizga realni to'g'ri 100% qilmagan. Chunki bizga hisobga berganmiz. Mana ishda holatni ko'rsatamiz. Umuman sanig'i chiqadi. O'shani ham to'lab beramiz. Ichidan sanag'i. Bemalol aloqa bo'lsin.